Diqqat, ogoh bo'ling. O'zbekistonda 27-mart kunidan 30-martgacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumot boshqalarga ham tezda yetib borishligi uchun bor yo'g'i video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz shu orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 27-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 28-30 kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 27 va 29-mart kunlari 10-15 daraja iliq, 28-mart kuni 12-17 daraja iliq, 30-mart kuni 8-13 daraja iliq, kunduz 27-mart kuni 27-32 daraja iliq, 28-29 kunlari 17-22 daraja iliq, 30-mart kuni 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 27-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 28-30 kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 27 va 29 kunlari 12-17 daraja iliq, 28-mart kuni 14-19 daraja iliq, 30-mart kuni 10-15 daraja iliq, kunduz 27-mart kuni 27-32 daraja iliq, 28 va 30-mart kunlari 20-25 daraja iliq, 30-mart kuni 17-22 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 27-28 kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 29-30 kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 27-29 kunlari 12-17 daraja iliq, 30-mart kuni 10-15 daraja iliq, kunduz 27-28 kunlari 25-30 daraja iliq, 29-mart kuni 17-22 daraja iliq, 30-mart kuni 19-24 daraja iliq bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Faqat 28-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 kunlari 12-17 daraja iliq, 30-mart kuni 10-15 daraja iliq, kunduz 27-28 kunlari 25-30 daraja iliq, 29-mart kuni 17-22 daraja iliq, 30-mart kuni 19-24 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 27 va 29 kunlari 12-17 daraja iliq, 28-mart kuni 14-19 daraja iliq, 30-mart kuni 10-15 daraja iliq, kunduz 27-mart kuni 27-32 daraja iliq, 28-mart kuni 23-28 daraja iliq, 29-30 kunlari 20-25 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 27-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 28-30 kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 27 va 29 kuni 12-17 daraja iliq, 28-mart kuni 14-19 daraja iliq, 30-mart kuni 10-15 daraja iliq, kunduz 27-mart kuni 27-32 daraja iliq, 28-mart kuni 23-28 daraja iliq, 29-30 kunlari 20-25 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 29-mart kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 27-28 kunlari kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 23-28 daraja iliq, 29-mart kuni kechasi 12-17 daraja iliq, kunduz 19-24 daraja iliq, 30-mart kuni kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 19-24 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 27
27-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 28-30 mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 27-28 mart kunlari 13-18 daraja iliq, 29-30 mart kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Azizlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos, videoga bir donadan like bosib kanalimizga obuna bo'ling.